Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa mana konteynerda koniga kelganmiz. Do'stlar, xudo xolasa Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidamiz, ya'ni Payshanba Kadan shaharchasiga o'tish yo'lida. Mana bu yo'llarni e'tibor qilamiz. Katta betonkadan kirib kelaveramiz. Navoiy, Buxoro, Samarqand, Toshkent yo'llarini bog'lab turadigan Kattaqo'rg'on tuman darvozasiga kirib kelamiz. Yana ham lokatsiyalar tayyorlab berishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, layklarni bosaveramiz. Xudo xolasa bir boshdan boshlaymiz. Elbek, assalomu alaykum. Salom aka. Yaxshimisizmi? Sog'liksizmi? Mana ikkamiz bilan boshlaymiz. Xo'p, qanday bo'lar bugun? Narxlar arzonlashgan, qimmatlashgan? Narxlar salgina ko'tarildi. Ko'tarilgan, ha. Birin-ketin tanishtiramiz, narxlarga e'tibor qilamiz, do'stlar. Qayerdan boshlaymiz? Mana lagalarimiz bor. Aha. Donasi 85 ming so'mdan chiqyapti. Necha bu? 2.30 bo'ladi uzunligi. Kichkinalar 25 ming so'mdan chiqadi. Ha. Hozirmi? Ha, bu nimalar, ha? Qovurg'alar. Aha. Keyin chanalarimiz bor. Chanalar. Narxlari 750 ming so'mdan chiqarib beramiz, 11 metr bo'ladi uzunligi. 11 metr. Aha, bu yerda ham ancha mahsulotlar bor. Ha. Yangi kirib keldi, ini kesiladi. Aha. Eshiklar qancha bo'lyapti? 1 million 200 ming so'm bo'lyapti ikkitasi. Ha. Bir juftida? Ha. 1 million 200 ming. Kami ham qilib beramiz, ha, xohlasa. Ha, kelishaveramiz. Mana bu yerda ham ancha mahsulotlar bor, do'stlar. Bular qancha bo'lyapti mana? 6 ga 6 profillarimiz ham shunaqa 700 ming so'm. Donasimi? Ha. Ha, necha metrlik bu? 11 metr. 11 metrlik donasi 700 ming. Ha. Mana bu yerda qalinliklarimizgacha bor. Bular 200 ming so'm qilib beramiz. Kelishtirib, ko'tarib, o'qalib. necha bu? 1 metrga 3,5. Ha. Eniga 1 metr, uzunasiga 3,5 metr. Mana bu qimmatlari akalar mana. Bu ishlarni olsangiz mana shunday chiroyli tarzda fikslab ham berishadi mana. Fikslab berishda ichida bo'ladimi? Ha. Xizmatlar bo'laveradi. Kesib qayirib berish ichida bo'ladi. Ha? Mana. Bularni 700 ming dedik-a? 700 ming donasi. Aha. Mana bu yerda ham sakalar qo'llarda turmoqda. Chorpiyalar uchun xohlasangiz mana shunday oddiy mahsulotlar olsa ham bo'laveradi, ha? Bular kvadratga hisoblanadi. Kvadratga urib beramiz. Necha puldan? 130 ming so'mdan. 1 kvadrat. Aha. Mana hurmatli do'stlar, bu yerda konteyner bu zamonlarmi? Konteyner ishi ruchkalar bo'ladi. 80 ming so'mdan chiqadi donasi, keyin ishida yoni bo'ladi. Ha. 125 ming so'mdan qilib beramiz. Aha. Polliklar qanday bo'lyapti? Polliklar kvadrati 85 ming so'm bo'lyapti. Mana bu yerda hammasi yaxshi holatda. polliklari ham bor, Bu tomonlarda ham bor. Aha, ancha bor. Xudo xolasa bu yerda mahsulot ko'p kelaveramiz. Hurmatli do'stlar, xudo xolasa mana oxirlar qancha? Qo'y oxirlar. Qo'y oxirlar 280 ming so'mdan chiqyapti. Bu nechiga nechi? Uzunligi 230, 40 lik qo'y oxir. Ha, eniga 40. Xudo xolasa mana bu yerda chorpiyalarimiz. Do'stlar, mana zakasiga qarab uzun oxirlar ham yasalgan-da. Ha, shunday. Mana bular metrga hisoblanadi. Metrga 200 ming so'mdan. Metrga 200 mingdan barcha xizmatlar ichida. Dastlabki ham bo'ladi. Yo'q, o'zlari olib ketishadi. Ha, dastlabki bo'lsa ham kelishaveramiz. Chorpiya bo'lsa dastlabki qilib beramiz. Chorpiyalar qanchadan bo'ladi? Chorpiyalar 3 million so'mdan bo'lyapti. Aha. O'zlari olib ketsalar 2 million 800. 3 million bo'lsa qayergacha dastlabki? Любой joyga. Ha. Nechiga nechi bu razmerda? 3 ga 2.40. 3 ga 2.40 razmerda olasangiz mana qaytarib o'tamiz. Mana shunday oxirlar ham zakasga qarab yasab beriladi. Necha metr desangiz farqi yo'q. Mana balkalarimiz necha puldan bo'lyapti? Metr 235 ming so'mdan bo'lyapti. Metr 235 mingdan. Xohlagan metrda kesib beramiz, ha? Ha. Kesib ham beraveramiz, xudo xolasa. Agar o'zingiz olib kelsangiz 2 million 800 dan ko'proq oladigan bo'lsa kelishamiz, ha, xudo xolasa. Turalib kelishtirib beradi akalarimiz mana. Qo'y oxirlarimiz zakasga chiqyapti. Zakas orqali yasalyapti ular akalar. Hamma ishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor akalar. Layklarni bosaveramiz. Xudo xolasa ko'pchilik akalarimizga yetib borsin. Kelishtirib arzonroqda qilib beramiz deyapti. Kerakli mahsulotlar akalar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidamiz. Mana bu yerda ukamiz kiras kelyapti. Xo'sh, kelaverasizlar. Ha, yana qanday yangiliklar bor? Yangilik qilishda davom etamiz. Hozircha yangiliklar yo'q. Hozircha shu yana yangilik bo'lib qoladi tez orada. Ha, yana aytmaganlarimiz, xudo xolasa keltirib ko'rsangiz bo'ladi, telefon orqali bog'lansangiz ham bo'ladi. Ertaga yangi yuklar keladi deyapti, xudo xolasa. Ha. Ertaga yangi yuklar keladi do'stlar, xudo xolasa. Poytaxtlarimiz ham bor. Poytaxtlarni bu
Ha, aytdik. Yangilari bormi? Ha, kichkinalari kvadratga hisoblab beramiz, kattalarini donaga. Donaga, do'stlar. Aloqa qilib kelaveramiz, hurmatli do'stlar. Konteyner mahsulotlarini xohlagan turlaridan bor mana. Xizmat xizmatlari mana chiroyli qilib beradi. Aloqa qilib gazini bosaveramiz do'stlar. Mana bu yerda mayda mahsulotlar ham bor. O'zingizga kerakligini tanlab olsangiz bo'ladi mana. Mayda mahsulotlar bu yerda. Bular ham donaga, metrga ketaveradi, ha? Ha, donaga. Mana bunaqa qavurg'alilari 100 metrdan chiqadi, bir qavurg'alilari Necha metr bu? 2.30 bo'ladi. 2.30 ekan uzunligi. Mana. Bo'lsa, kelib turib yana ma'lumot olaveramiz yoki telefon qilsangiz yana ma'lumot berishadi. Mana bu yerda mana pollik qismlari, mana bular. Ha. Ular konteynerda pollari. Necha puldan dedik kvadratni? U donaga bo'ladi ular. Ha, donaga 400 metrdan. necha u? 2.40 bo'ladi. 400 mi? Xudolikda kami bor. Qirilmagan, chizilmagan yangi. Yangi, ha? Ha. Xo'p, do'stlar, videoni tugatamiz, aloqa qilib ko'ramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, like bilan bosib qo'yamiz. Sizlar uchun yana xizmatlar davom ettirib boramiz. Salomat bo'ling.